Ha, bo'lmasam bu narsalarni ham tekshirib oldim. Telefonimda ham yaxshi yangi video chiqibdi Mister Berto'da va kirib obuna bo'lib qo'yish kerak. Obuna bo'lib qo'ydim, layk bosib, do'konimni ham bir ikkita narsalarni ko'rishim kerak edi va u yerda bilan savdo kuchli. Do'kon ochganimga ham уже 1 oydan oshdi. Ha, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Va buni arenda pulini bugun to'lashim kerak edi. Qalaysiz? Assalomu alaykum do'stim. Savdo yaxshi ketyaptimi? Xo'p, mahsulotlarni уже yaxshi olib kelib qo'yyapsizlar. Savdoga qaranglar. Non kam bo'lib qopti. Mana buni ham sal ko'paytirib qo'yinglar do'stlar. Va men kassada pul olsam, siz nima qilyapsiz, brat? No mayli, nima sotib olayotgansiz lekin. Mana. Shu pul juda ham yaxshi keladigan bo'lib qoldi kuniga. Oldinlari bir 800-900 dollar kelardi. Uje mana qancha pul keldi deganda, mana uje 2000 ga yaqin pul kelib qopti. Xo'p. Buni 1 2 3 4 500 u bratga bo'lsa, menga sof foyda 1300 dollar. Lekin bratlar ham va shu o'tirib pul ishlashyapti-da. Chunki o'tirib olib, lekin bular mashit qurganlar katta yangi do'kon chiqdi. Ko'rib kelamiz keyin. Xo'p, bu yerni qurganlar endi shu yerga mablag' ketgan, lekin uje bu brat просто o'tirib pul ishlayapti. Xo'p. Brat, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men bugungi pulni olib kelgan edim va yangi magazin quribsiz, ko'rdim va men u yerni bir ko'rib kelay. Menimcha mana shunga o'xshagan bo'lsa kerak. Narxi qancha? Xuddi shunga o'xshaydigan. Endi bu yerni ikkinchi magazin qilib olsam bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshi pul ishlasa bo'ladi bu yerdan ham. Menimcha olsam kerak. Keyin o'ylab ko'ramiz. Xo'p. Arendatordan ham bir skuter olishim kerak edi. Lekin avvalo uy olishim kerak. Xo'p, qalaysiz do'stim, yaxshimisiz? Xo'p. Bu yerda mana bu uyni ko'rib qo'ygan edim. Sotuvda 800 dollarga. Endi mebellarni o'zim qo'yib olaman, lekin binoni 800 dollarga menimcha yaxshi narx. Xo'p, bo'lmasam men ham yaxshi bo'lyapti. Arendani to'ladim. Men birinchi o'rinda menimcha yerdan do'kon olsam kerak. SMS kelibdi. Tabriklaymiz, siz shaharning eng yaxshi tadbirkorlaridan birisiz. Yaxshi, uje katta safga qo'shilyapman. Menga qo'ng'iroq qilyapti. Alo, assalomu alaykum. Alo, kim? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Sen Mister Berto'misan? Ha, men Mister Berto'man. Ukam, o'z yo'lingda bilib yurgan biznesga aralashib nima qilasan, uka? Hali yo'qchi bo'lsang. Tushunmadim, bu kim bu? Men shaharning eng katta tadbirkorlaridan biriman. Tadbirkor bo'lsangiz o'zingizga, men o'z ishimni qilyapman. Sen tushunmayapsan shekilli. Ha, mayli, hali ko'rib tur. Ko'rib tur, nima degani? Bratam gaplarni esdan chiqarib yuryaptilar. Cho'mbur yog'ib ketdim men o'zim. Voy, chaqmoqlar. Bino kirib biroz dam olishim kerak menimcha. Men juda ham chaqmoqlar chaqirib ketdi-ku. Mayli, bo'lmasa biroz zaman. Nima telefon, nima balo? Zo'r tush ko'ryaptiraman. Mayli. Yangi do'kon. YouTube, Instagram, Telegram hamma yerda reklama bo'lyapti. Yangi do'kon qurilibdi shaharning boshida. Men mana skuter olay dedim-da. Mayli, bir skuterni gaplashsam 1300 olsam bo'ladi-ku. Aka, короче, menga hozir skuter kerak. Mana buni olsam sizga 300 dollarga berasizmi? Ha, sen yangi kelgan tadbirkorsan, mayli 300 dollarga beraman. Brat ham yaxshi odam ekan. Bo'lsam brat, mana sizga 300 dollar, men bo'lsam mana buni haydab ketaman. Bir benzin yo'q ekan, benzin qancha? O'zingiz olib berasizmi? Bo'ldi, bo'lsam. Tayyormi? Bo'lmasam men mana shu skuterda ketaman, brat. 8000 litr normalniy yetadi bizga. Xo'p, benzin tekinlik yaxshi ekan. Xo'p. Men pravani olganimga mancha bo'lib ketibdi, esimdan ham chiqib ketibdi haydash. Bo'lmasam shu shaharni kiraverishida, xo'p, lokatsiya bo'yicha ketamiz. To'g'riga, xo'p. Mana Yo-mayo, odam muncha ko'p bu yerda. Yo-mayo, nima bo'lyapti? Men chekyap qo'y, hozir mashina boshimga bo'lsa keyin ketsa nitoda, chunki arenda bo'lsa. Nimaga odam ko'p? Yo-mayo, narxlari ham arzon ekan. Brat, assalomu alaykum. Bu yerning egasizmisiz?
Yo'q, men sotuvchiman. U egasi shu yerda o'tirib edi-ku. $420 ga hozir bor ekan. Yo-moyo, pistolet sotilar ekan. Menga bu narsa kerak emas menimcha hozir. Voy kerak emas bo'lsa kerak, balkim mayli. Bularni birontasini chaqirib o'tishim kerak, xo'p. Brat, men ham magazinga boray. Bo'ldi, ketdim. Shu yerda men ham bir kuchaytirmasam oydi. Menimcha bu asha menga telefon qilgan tadbirkor. Ha, menimcha ham o'sha bo'lsa kerak, xo'p. Men yetib keldim, bo'lmasam menda nimaga odam kam? Men biron bir ishimni boshlamasam bo'lmaydi. Bu yerga emas, o'zim magazinni oldiga qo'ysam bo'ladi-ku. Skuter yaxshi, kelajakda bundan ham yaxshilarini olaman. Xo'p, bo'lmasam bitta youtuberni tanir edim. Ha, bo'ldi, yozib yubordim. Brat, endi ko'rishib olsak. Yo, assalomu alaykum, siz ana youtuber bratmisiz? Men sizga reklama berdirmoqchi edim. Bo'lmasam men sizga o'zim reklama qildirmoqchi bo'lgan magazin ko'rsataman, yuring. Oldinga tushib olavering, ketdik. Xo'p. Mana shu magazin va bu magazinga kirib bir ko'rsangiz degan edim. Xo'p. Hamma narsalar bor sotuvda, yaxshi magazin. Xo'p, bu bratga ham $200 pul ketdi. Mayli, magazinim kimdir eshik yoqlaydi. Ochib qo'yaylik, magazinim rivojlansa bo'ldi meni. Shu rivojlanish katta bo'lsa bo'ldi. Xo'p, bo'lmasam men mana bu yerda qanday qisqacha ko'rib qolgan edim. Reklama $300 kuniga. Bu yer 300 bo'lsa, mayli olsak bo'ladi. Lekin men o'ylashim bo'yicha 300 da mana o'zimga $80 qolar ekan. Shu $80 olsam bo'ldi menimcha. Da mana. Xo'p, $800 ni u bratga topshiraman. Brat, assalomu alaykum. Mana u yerdagi yangi magazinni va mana bu yerdagi reklamalar taxtachasini sotib olaman. Jami $800 pul bo'lar ekan. Mana bu pul sizga. Albatta, tezroq rasmiylashtirib, hamma narsani hal qilib qo'ying. Bilasiz, sizga men ID kartam berganman. O'sha orqali hal qilavering, brat. Xo'p, bo'lmasam bu yerda magazinim bor. Endi bu yer ham meniki. Bu bratga ham bir ikkita pul berib ketishim kerak edi. Oldingi bratga $60 pul bergan edim. Mana shu ikkalasi $60. Brat, короче, bu do'konni men sotib oldim. Mahsulotlarni olib kelib, o'zingiz qo'yib, sotuvga chiqaravering. Mana bu pul sizga va kassani mana shu yerga yig'averasiz. Biz bilan kelishuvimiz. Oylikka brat to'laydi, bilaman. Kelishuvimiz bardavom bo'lsin, yaxshi ishlang. Eshik ochiq, ozcha yopiq tursin. Mahsulotni olib keling. Xo'p, mahsulotlarni ham hal qildim. To'g'ri, endi pulim qolmadi, lekin sotuv rivojlanish bo'lyapti. Bu yer ham meniki. Endi ikkita magazin. Xo'p, bularni hal qilib olsam, men ungacha biroz bir shaharni aylanib kelar edim. Skuterim qayerda? Xo'p, ketdim men biroz shaharni aylanib kelay. Xo'sh, qaraymiz, svetoforga va Xo'p, bo'lmasam hammasini hal qildim va men bu magazinimdan chiqqan pulni ham oldim. Xo'p, bu yerda odam ham ko'payibdi, yaxshi, zo'r. Va u magazin ochilgan. U magazin men texnik magazin qilgan edim. O'sha klientlar bor, mahsulot kam. Bu to'g'ri tushunish kerak, chunki men juda ham katta pulim yo'q bu yerga mahsulot olgani, lekin o'zini o'zi oqlab, menimcha men bu yerni o'zini oqlash uchun shotiga pul qo'yaman. U yerni ham endi o'shanday qilsam, bular menimcha o'zini o'zi oqlab ketadi. Xo'p, bo'lmasam men biroz brat bilan gaplashib turaman. Banu reklama taxtachasini ham keyin ko'rib kelishim kerak. Brat bilan gaplashib turaman. Menimcha bir gaplashib, uxlab ham chiqsam kerak. Bu yer qancha pul topganini bilishim ham kerak, chunki bu yer bir kunlik dohodini bilishim kerak. Xo'p, brat, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Xo'p, bu yerda nima gaplar? Yangi kun, xayrli kun va xayrli tong. Xo'p, odamlar yaxshigina odam bor. Qaraysan, yana kassa ochiq qolganmi? Nimaga sen yopmayapsan? Xo'p, bu yerda pul juda ham zo'rda. Eng zo'r narsa shu pul olishda o'zi.
Xo'p, qani qo'ysak 1,5 mingdan ortiq, lekin yaxshi. Kechagidan salkam, chunki tovarlarga pul ajratmagan edim. To'xtanglar. Men ajratishim kerak-ku, pul ajratishim kerak. Xo'p, bu yerdan tovarlarga bir 300 ajratsam yetadi menimcha. Mana $300 ajratdim. Bu yerdan olib bemalol tovar olib kelsang bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa meni ikkinchi magazinim ham bor edi-ku. Bu yerda odam, normalniy menimcha. Sen ham nimani yopmayapsan, yopib qo'yinglar buni. Xo'p, bu yerda pul juda ham ko'p. Jami bu yerda hisoblaganda bu yerda pullarni olishim kerak uning uchun. Bu yerda bu $2,5 mingdan ko'p. Yaxshi, bu yerga lekin men $1000 pul qo'yishim yo'q. $500 qo'yishim kerak, chunki bu yerda texnikalarni ham sotib olib keladi. Men bu yerni yopib qo'y, keyin sotuvchi sifatida yaxshi xushmuomala odam bo'lgin. Odamiy bo'lgin. Jiteli bo'lgansan. Xo'p, bu bratga $1000, ana bilan $1300 pul to'lashim kerak. Assalomu alaykum, brat. Xo'p, 1300. Xo'p. Mana pul va u yerga yozdirdinglarmi? Yo'q, hali yozdirmadik. Biz endi o'sha ishni qilishni boshlaymiz. Bir kundan beri turibdi-ku, brat. Boshlanglar endi sekin harakat qilmanglar-da. Voy. Qanchada bitadi? 1 soatda bitsa kerak. Kerak demanglar endi. Mayli 2 soat. Bo'ldi, 2 soat kutib turaman bo'lsa. Telefonni biroz ko'rsammi-kana? Ukam, 2 soat o'tdimi mana shu yerda bir youtuber bilan gaplashib. Bo'ldimi? Uji bitdimi? Ha, bitta bemalol ko'rib kelsang bo'ladi. Xo'p, brat, bo'lmasa men ko'rib kelay-chi. O'tga pul to'lab turib, ular bitirmasa buni endi albatta bir kun ko'rsatib mayli. Xo'p, bu yerda nimalar? Strelka, da yaxshi. Genialniy idea. Endi bundan ham odam kelsa ko'proq, odam juda ko'payadi. Keyin men bu yerni sal binoni ikkinchi etajnimi qursam juda ham yaxshi bo'lardi edi menimcha. Quruvchi ustiga telefon qilib qo'y. Nomeri mana shu 7895 bo'ldi. Alo, assalomu alaykum. Men magazinimni remont qildirmoqchi edim. To'g'riroq remont emas, ikkinchi etajni qurish kerak edi. Shu shaharga kirishdagi yangi ikkita magazin. Bittasini qilish kerak. Bo'lmasam siz kelsangiz, ertaga kelasiz. Bo'ldi, ertaga kelsangiz biz siz bilan gaplashib olgan bo'lar edik. Bo'ldi. Charchamang, bo'lmasam ertagingizni kutaman. Bo'ldi, ertaga kelsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, bo'lmasam men nima qilsam ekan? Men magazinimda biroz sotuvchi bilan gaplashib o'tiraman. Futbolni ko'rdingmi? Zo'r bo'ldi lekin futbol ham. Kech ham bo'lib qopti. Bo'lmasam men uyimga ketdim, sen savdoyingni qilaver. Bir skuterimni ko'rib o'tsam, ana yerda nimadir ko'ringandek bo'ldimi? Xo'sh, nima bor edi bu yerda? Yerda nima bu? Hoy ukam!